Mana shu hammasiga 2 jendran pul yetadimi? Ha, yetib qoladi, aloqa. Qarshilikda turgan oppoq 10 ta bir xil parametrdagi bu kompyuter sborkalarni Game Club VIP kabinkasi uchun yig'ib berdik. Bilasizlar, Game Club VIP kabinkasida oddiy arzoncha kompyuter sborkalar bo'lmaydi. Shuning uchun ham bu kompyuter sborkalarni birinchi sizlarga parametrlarni tanishtirib o'tdik, keyin narx haqida gaplashamiz. Protsessor Ryzen 7 7800X3 da 216/32 GB 6000 MHz operativ xotira, 1 TB SSD NVMe, video kartasi bo'lsa RTX 5070 12 GB dan qo'yilgan. Kesimizga keladigan bo'lsak, mijozlarimizning xohishiga bino oppoq akvarium kesidagi bu sborkalarni yig'ganmiz. Xo'p, shu joyda endi sizga bitta savol. Bu oppoq sborkalarimizning parametrini sizga tanishtirib o'tdim. O'yinlarda o'rtacha necha FPS beradi deb o'ylaysiz? Kommentariyada fikringizni qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Xo'p, hozir aniq bilaman, bu sborkalarimizning hammaga narxi qiziq. Sadulla, keyin bu sborkalarni qabul qilgansa, bu sborkalarimizni mijozimizga necha pulga tushdi endi? Hop, bu sborkamizda dona narxini aytamiz yoki o'ksha Buni ham o'xshasini aytib. Keling, aloqa undan ko'ra pastki nomerlar aloqaga chiqsin, batafsil ma'lumotni berib o'tamiz. Pastki nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sadullaning o'zi batafsil ma'lumot, narxlari, tem bo'li Game Clubga yana ham arzonlashtirilgan yaxshi narxlarda qilib beradi. Kompyuteringizga obuna bo'lib qo'yish ham esdan chiqmasin.